Hammaga salom, sizlar bilan men Almazuz va bugun men mana shu yakkan tarvuzlarimni to'plash challenge'ini bajarmoqchi edim. Ammo qiyin ekan, shuning uchun hozirchalik bajarolman. Hamda men bu yerda mob ferma qurdim, ammo ishlamadi. Va men bu yerda kokobinni nimadir ham yig'aman, bilmayman shokoladni nimadir ham. Bolalar, mana tarvuzlar yaxshigina meva beryapti, ammo bular kam tushyapti. Nimagadir bittasini ham qoplamayapti. Atigi bitta sandiq to'ldi. 2 soatlik mehnatim bilan va bu yerda ozroq bor. Xullas hammasi qiyin. Juda ham qiyin bo'lib ketdi va men nima qilishni ham bilmay qoldim. Eslicha keyingi videoda boshqa narsa bilan shug'ullanamiz. Ya'ni tarvuz challenge'ini to'xtatib, o'rniga pechenye mana shu o'zbekchasi nimaligini bilaman. Shuni tayyorlayman, hozir craftini ko'rsataman sizlarga. Buning uchun bizga mana bu shokolad kerak bo'ladi. Va verstak mana craftda mana ikkita bug'doy, bitta shokolad ketadi. Speedidan 8 ta desa bo'ladi. Xullas mana shuni qilaman va 10 ta sandiqni shu bilan to'ldiraman. Tarvuz bilan to'ldirish qiyin ekan, seryozni. Va video shu joyda tugaydi, afsuski zerkalib qolgani uchun uzr. Va men bu videoda ko'rmasanglar bo'lmaydi. Shaxtaga tushmoqchi edim. Yar shaxtaga qo'ysang oyoq, boshing ketar shu onda oyoq deb kutib olishdi. Ha mayli, menga boshim kerak. Shunaqa ham ko'p zombi bo'ladimi bolalar? Xullas bolalar, shunday gaplar va afsuski video shu joyda tugaydi. Hammalarga xayr, ko'rganda ko'rishguncha va keyingi videolar umid qilamanki bundan qiziqroq bo'ladi. Kanalga like bosib, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Oldindan rahmat.